Ozgina pulim bor, yoz kelyapti, qanaqadir biznes qilsam bo'larmikan deydiganlar uchun pul topadigan zo'r apparat ko'rsatamiz. Buni ko'pchiligimiz kafelarda ko'rganmiz. Buni ichiga ayron solib qo'yishadi. Biz sizlarga ko'rsatib berish uchun 2 minut suv solib qo'yganmiz. Bu narsani qanaqa ishlab chiqarilishini hozir boshdan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Ish nimadan boshlanadi? Birinchi bu mana shunaqa nержавейка listlar kerakli chertyojlarda, lazer uskunasida kerakli chertyojlarda chiziladi. Undan keyin buklashga yuboriladi. Nержавейка listlar keraklicha chizilib, buklab bo'lingandan keyin hamma detallar tayyor qilib olinadi, korpus yig'ish jarayoniga o'tib ketadi. Izdiyalar tayyor bo'lgandan keyin nержавейка profilli korpusga hammasi tayyor qilib yig'iladi. Undan keyin tegidagi motor qismlariga o'tiladi. Bu yerda ayron apparatlarning o'zida o'zining agregati bor, nasosi bor. Bu nima beradi? Bu agar ayron apparat ayronni aylantirib turgan holatida o'chirib qo'yilsa, 40 minut ichida bemalol ayronni muzlata oladigan darajada sovutib beradi. Bu bo'lsa, svejiylikni bemalol ta'minlab tura oladi. Korpusga motorlar o'rnatilgandan keyin bu apparat tekshirib ko'riladi. Bu yerga 35 litr ayron ketadi. Doim aylanib turganda nasos yordamida 0 gradusga 40 minutda tushadi. Agar nasosni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, 40 minutda ayron muzlaydi, ya'ni 0 dan ham past gradusga ketadi. Agar yozda qanaqadir ish qilaman, lekin ozgina pulim kamroq deydiganlar uchun pul topadigan yaxshi apparatlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Nomerligini opsiyaniyada qoldirdik.